Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026-yili 3-oyning 7 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 mazmun bor, 5 cho'ng mazmun bor. Bugun oldi bilan chet eldagi uyg'urlarniki ishlaridan boshlamoqchi. Shu 2-oyning 24-kuni Amerika'daki prezidenti Trump bir Amerika'daki davlat ahvoli haqida bir deklaratsiya berdi. Bu Amerika'daki asas qonunda bor bir narsa, har yili bir qatim bo'ladi bu ish. State of the Union deydi inglizcha. Buningda shu Amerika'niki Avam palatasi, Kengash palatasi va boshqa harbiy generallar, harbiy boshliqlar, oliy sudniki amaldorlari degandek nurg'un odamlar amaldorlar kelib qatnashadi. Lekin prezident shu Amerikaniki hozirgi ahvoli to'g'riliq deklarat berdi. Bu deklat butun cho'ng medialarning hammasida naq maydon tarqatildi. Amerikada Avam palatasi bilan Kengash palatasiniki a'zosining hammasini qo'shganda 535 a'zo bor. Bu 535 odam shu yig'in maydoniga har bir odam birdan vakil tanlab akrisi bo'ladi ekan. Yig'inga rasmiy qatnashganlar birinchi qavatda o'tirdi. Taklif qilingan kishilar ikkinchi qavatda o'tirdi. Xuddi teatrxonaniki ikkinchi qavatdagi yerda. Mushu qatim endi Amerikaniki Avam palatasiniki bayonotchisi Johnson degan kishi bir Uyg'ur qizni vakil qilib tanlab akirdi bu faoliyatga. O qiz Ziba Murat, qarindoshlarga sizlarga tunish bo'lgan Gulshan Abbosniki qizi, Rushan Abbosning hadisi Gulshan Abbosning qizi. Bu Johnson degan kishi mush qizni akirib vakil qilib akirdi. Endi bu ishniki Uyg'urlar uchun ahamiyati zo'r endi. Bir odam faqat bir odam akira oladi. Undan keyin Johnson degan kishi Amerikadagi 3-cho'ng boshliq. Agar Amerikada bir vaqada Amerikaniki prezidenti va muavin prezidenti o'lib ketib qolsa, shu Avam palatasiniki bayonotchisi prezident bo'ladi. Amerikaniki birinchi qo'l boshliq bo'ladi endi. Shu kishi Ziba qizimizni akirdi. Şuna bularni sizlar bir deb qaytadim. Bu uyg'urlar uchun bir cho'ng ish. Johnson degan kishi, o qashidikisi Ziba Murat degan qizimiz shu. Endi Uyg'urlar haqidagi xabarlar ichida nacharlar ko'proq hozir endi shunaqa o'smsan deb qo'yandi. Hozir Xitoyda 2 yig'in ichilyapti. Siyosiy kengash yig'ini bilan xalq qurultiyi yig'ini 2 yig'in ichilyapti. 4-sida boshlangan birisi, yana birisi 5-sida boshlandi. Mushu yig'inda bir qism qonun loyihalari o'tirib chiqyapti endi Uyg'urlar haqida. Bularniki birisi ular hozir maxsus shu Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamlik maxfiyatlik qonuni degan bir qonun o'tirib chiqadi faqatim. Buniki Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri nima desanglar, vatandagilarniki chet elga o'zining holati, hozirgi holati to'g'riliq uchur chiqarish yoki Xitoyniki burun o'tkazgan jinoiy ishlar haqida uchur chiqarish ishlari tasdiq ketadi bundan. Mushtaq bir qonunni o'tirg'a chiqaryapti. Endi shu yig'inda bu rasmiy tasdiqlanib qonun bo'lib ketish ehtimolligi asosan 100% endi buniki. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish Xitoy taratqullari Yaponiyadagi bizning qahramon qizimiz Arfiyaga haqorat qilgan narsalarni taqatdi yaqinda. Andan keyin bunga qarta Yaponiyaniki tashqi ishlar ministrligi radiya berdi. Mushtaq bir voqea bo'ldi yaqinda. Arfiya qizimiz hozir Yaponiya parlamentiniki muavin chet el ministrlik vazifasini o'tayotdi. Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs degan vazifani o'tayotdi. Yaqinda mushtaq voqealar bo'ldi Xitoyda. Ondan keyin among xabari bosh da bo'lsin deb qo'ydim.
Tahrimin inimiz yetakchilik qilib qilayotgan Uyg'ur pochtasi mediyasi hozir aplik xabar programmasini boshladi ovozliq. Hozir 3-chi son chiqibdi yaqinda. Shunga buni sizlarga bir deb qo'y dedim, o'qimaganlar anglasanglar. Har hafta xabarlardan xabardor bo'lasizlar. Ondan keyin Erkin Asr radiosiniki Uyg'urcha programmasimi bir haftada 1 soat asli keldi. Hozir bu ishni Shuhrat Ushur qarindishimiz qilyotdi. Boshqalarmi bor deb o'ylayman men. Haftada bir qatim 1 soat. Shunga bu ishki Uyg'urcha mediada yaqinqi ishlar to'g'riliq xabar topa olasizlar endi yaqinqi ishlar to'g'riliq. Yaqinda bo'lgan yana bir ish chet eldagi Uyg'urlar ichida Amerikada yashayotgan Uyg'ur xalqiniki folklor tadqiqotchisi doktor Asad Sulaymon qarindishimiz 27 fevraldan boshlab Yaponiyaga berib bir qator faoliyatlarni yapadi. Bu ishni Yaponiya Uyg'ur jamiyati uyushtirgan. Ondan keyin bular davlatlik avam palatasiniki yig'in zalida elib borilgan Uyg'ur irqi qirg'inchiligi haqida doklad berish ishlari bo'ldi. Asad Sulaymon qarindishimiz shu yerda doklad berdi. Ondan boshqa Yaponiyadagi qarindoshlar uchunmi Asad Sulaymon shu o'zi atrofliq dalil paktliq tayyorlagan ilmiy doklad bilan Yapon Uyg'ur munosabati haqida doklad beribdi. Nihoyat yaxshi bo'libdi. Yapondagi qarindoshlarniki bu ishlar to'g'riliq bergan inkosi intayin yaxshi. To'g'ri, bu Uyg'ur Yaponiya munosabati haqidagi tarixiy ma'lumot bularni shu yaponiyalarga beribdi. Undan keyin Uyg'ur Yaponiya munosabati to'g'riliq Uyg'urlarga doklad beribdi. Bu faoliyatlar bo'lib nihoyat muvaffaqiyatli bo'libdi. Shu munosabat bilan men bir narsani sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Yaqinqi zamonda Yaponiyaga Uyg'urlarni chiqarish 1985-yili boshlangan. Birinchi turkum o'yatadek Uyg'ur, Qozoq oliy maktab o'qituvchilari Yaponiyaga bordik. Mana shu birinchi turkum Yaponiyaga borgan o'yatadan mushrisining ichida bor. Mana bu Urumchidagi meditsina universitetida tushgandim. Yaponiyaga minishdan burun biz shu chog'da yapon tilini Uyg'ur meditsina universiteti bilan andan Uyg'ur san'at universiteti ishkada o'rgandik 6 oy. Andan Yaponiyaga bordik. Jam uyatadan borgandik. Uyatadan ichida qizlardan faqat bir islam bor, Maryam opay. Varisini men sahab kelayotgan. Bu qatim Asad Sulaymon qarindishimiz Yaponiyada ishlatdi. Shuni bir ko'rsatib qo'yay deb o'ylab qoldim. Ondan keyin yaqinda chet eldagi Uyg'urlarchada bo'lgan yana bir ish, bir guruh qarindoshlarimiz bir app yasabdi. Doktorlar degan app. Bu appniki hozir Android nusxasi hozir tarqatilyotdi. Torbatlarda tarqatilyotdi. Undan foydalaninglar. Mening bilishimcha bu doktorlar degan appda shu salomatlik haqida nurg'un uchurlar bor ekan, qimmatli uchurlar Uyg'urcha hamda Uyg'ur tilida. Aşağı boshqa bundan foydalaninglar. Ondan keyin bu ishni qilgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yaqinda bizniki Mashal Uyg'ur guruhi ichida bo'lgan bir ish bor, shuni sizlarga deb qo'ydim. Hozir nurg'un WhatsApp guruhlari qurilib ketdi. Ba'zi WhatsAppga a'zo bo'lib kirib olgan kishilar garchi chet elning nomerini ishlatsimi, lekin o'xshamagan topda, o'xshamagan ism bilan ashna kirib yurayotibdi. Masalan, yaqinda bayqalgan birsiniki ishlatgan nomeri Shvetsariyaniki nomeri ekan. Lekin bu nomerga telefon qilsa ishlamaydi telefon, surish qilib topolmaydi bu odamni. Demak, hozir Xitoyda turib, shu WhatsApp hisobi ochib, chet elning nomeri bilan Andikin Uyg'urlarniki to'plarga kirib olar ekan hozir. Shunga nomer qarasangiz chet elniki, bu ahvolda
Shveysariyaning nomeri. Lekin odam chet elda emas. U nomerga telefon qilsangiz ishlamaydi. İsmini so'rasangiz u kishilar deb bermaydi. Topolmaysiz bu odamlarni. Mana shu ahvollar bor ekan. Endi chet eldagi uyg'onishida hozir nihoyatda maxfiy planlarni tuzib ish yapayotgan odamlar bormi yo'q uqmayman. Odatdagi toplarda undaq cho'ng maxfiyatlik yo'q. Ashta o'g'ashqa maxfiyatga urilib ketish ahvoli ancha yuz bermaydi deb o'ylayman. Lekin bundaq kishilar vazifa bilan kirdi yerga. Asosiy maqsad Uyg'urlarni o'zaro so'qaq solishga kirdi endi. Nihoyat og'zini buzib tillab bir qism odamlarni shu orqali jidal boshlab Uyg'urlarniki vaqtni zehnini isrof qilish, Uyg'urlarniki ahvolini nacharlashtirish bu jihat ish yapara oladi. Shunga shu WhatsApp to'plarini boshqarayotgan qarindoshlar bu ishlarga sal diqqat qilib qo'yinglar. Akirga odamlarni sizlar bilamiz bilmasam hammasini bilib bilish tas endi menga baktas. Mening to'plarim bor, ba'zi to'plarim bor. Shunga uni akirib olmoqli kim qanday odam bilib bo'lmaydi. Ko'pincha vaqtlarda men bilan rasmiy yuzida aloqalashgan odamlar akirman hargiz qilingan odamlar emas endi. Shunga bu ishlarga biroz diqqat qilib qo'ysak bo'ladi. Bugun so'ragan ikkinchi mazmun Uyg'ur Project Fondi haqida. 18 fevral kuni biz 2026 yillik yanı toplash ishini faoliyatini boshladik. Bugunga qadar jami 28 odam $5857 yani qildi. Bu yani qilganlarida eng az yani qilganlar $10, eng ko'p yani qilganlar $1000 dan oshdi. Mushtaq bo'ldi. Bugündeki $10'dan birisi kiripti, andan keyin $100'dan birisi kirdi. Qishqilib jami hozir 28 odam bo'pti, $5857. Bu pulning ichida xalqarada mana shu saxovat pullarini boshqaradigan o'rinlar bor. Ba'zi qarindoshlar shu yerga yani qilib, pul shu yerdan bizningki Uyghur Project Fondi'ndaki bank hisobiga kirdi. U qarindoshlar namsiz. Shu pulmi mashina ichida bor. Shu 2026 yili 2-ayning 18-kundan keyin bizniki bank hisobimizga boshqa yo'llar bilan kirgan pulni men qo'shib hisobladim men ham yerda. Hisobladim shunday tashriq pul bo'ldi. Endi Uyg'urlarning ahvoli nacharlashib ketib bordi. To'g'ri albatta men yana bir narsani unutib qoldim. Yana bir narsa muhim. Yo'q, u kerak ekan to'g'ri. Bizniki ahvolimiz bek nacharlashib ketib bordi. Ashta boshqa chet eldagilarniki ustidagi yuk egilishib ketdi hozir bo'lgan sari. O'zimizni qo'dab qilish jihatda. Shunga biz qilayotgan ishlarniki ahamiyati bek zo'r deb o'ylayman. Sizga bir videoni ko'rsatib qo'yay. Ishkirdan kelgan bir Xitoy xotin vatanimizda yashayotgan bir Uyg'ur yigitga mushtaqa muomala qilyotdi. Bizning ahvolimiz mana shundoq. Hozir yaqinki xalqarolarda nima ishlarni bo'lyotdi, hammamiz ko'p turyapmiz. Sizlarga men burun deb kelayotgan Uyg'urlarning nupusi aslida Yahudilar bilan o'xshashdi 20 million atrofida. Hozir qancha chiqib qoldi o'qmaymiz. Menimcha 10 millionlarga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlar uchun ikki yo'l bor o'zini qutqizadigan. Birisini o'zini kuchlantirish. O'zini kuchlantirishning qanday bo'lganligini Yahudilardan ko'rib olsak bo'ladi biz. Ikkinchisi bir mo'jiza bilan Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirilib Uyg'urlar uchun bir fursat kelish. Bu ikkinchi ehtimollikmi bak cho'ng, mayli deyman bu to'g'riliq. Hozir Xitoyning ahvoli nachar, nacharlashyapti. Ish qilib ikkinchi mo'jiza kapolatga ega emas. U o'zimizga bog'liq emas. U boshqa omillarga bog'liq, o'zimizga bog'liq emas. Lekin o'zimizni kuchlantirish,
o'zimizga bog'liq. O'zimizni saqlab qolish o'zimizga bog'liq. Ashta bu boshqa Uyg'ur Project Fondi 2019-yilda qurilgan. Shuningdek yoki o'zimiz qila oladigan ishlarning hammani qilishga tirishib kelyapmiz. Chet eldagi qarindoshlar buni obdan qo'llab berdi hozir qadar. Oldingi 3 yillarning hammasida bizga iyona qilgan qarindoshlarning soni 100 ni oshgan. 100 ni oshgan. Bu yil yana 10 kundek vaqt qoldi Ramazon tugaydiganga. Hozir 28 odam bo'pti. Pulning miqdori ancha ko'p emas. Chiqilib qozonda nima bo'lsa shu chiqadi. Millatniki taqdirini o'ngshash kapolatga ega qilgan holda o'ngshash o'zimizga bog'liq. O'zimizni kuchlantirishimiz kerak, o'zimizni saqlab qolishimiz kerak. Ma'qulqa ishlar bak muhim. Uyg'ur Project Fondiniki 6 xodimi bor. Hammasiniki butun kunlik xizmati bor, amalan ishlaydi. Hech kim Uyg'ur Project Fondidan $1 maosh olmaydi. Uni aksicha biz o'zimizni pul chiqarib ma'ndiryapmiz bu ishni. Asla bu boshqa qolgan qarindoshlarnikimi agar mesela ko'ngillar bor bo'lsa, Uyg'ur Project Fondi orqali Uyg'urlarga biroz to'p qo'shay, Uyg'urlarning ishlariga desanglar, keyingi 10 kun ichida bizga yordam qilinglar. Men oldin qatim bu to'liq jihat so'zlab ketgan, keyin sal hijlan bo'lib qoldim. Amerikada bir kasb bor, salesman deydigan. Salesman degani sotquchi degan narsa. Bir narsani sotadigan odam. O'tgan qatim videoda xuddi men shu sotquchi odamdek gapirib ketdim. Ben bunda işlarda üzümni, abroyimni bek ayaydigan adam emas endi. Uniki millet için paydası olmasa onda abroy işinde kıymeti yok. Aşağı başka demedim bu gapni. Hazır 10 gün kaldı işlerine dep dedim. Bir yanda kımayım endi. Bu Facebook'niki bir fonksiyası vardı burun. Kişilerini şu iyan toplaş faaliyetiga teklif kıldığan. Aşağı bir fonksiyası vardı, invite degan bir narsa vardı. Bu yıl evitipti onu, o narsa yokken. Ben ötken yıl her günü akşamüstü uxlashdan burun necha 100 odamga shu taklifni mağdırıp, bizniki Facebook'ta qilayotgan iyan toplash ishiga iyan qilish haqida taklif mağdırıp, aşağı qilgandim, aşağı mağdırıp, bir ayning ichida meniki Facebook'imda do'stlardan 5000 do'stim bor mening. Andaki bana egeş kişilerden 12 milyondan jaraq adam var. Yani 17 milyondak adam var. Bir Facebook'ta. Benim kolumda 6 Facebook var hazır. Onun 4'ünü bizden başqarır. Ben ikisini yani bir ilimiz başqarırdı. 17 milyondak adam var. Benim asaslık Facebook hesabımda. Bunun şu 5 milyon adamın hemmisiga her akşam uxlashdan burun necha 100 adamga taklifnomani mağdırıp Ramazan oxirlashgacha taklifnomani mağdırıp bo'lgan hemmisiga 5 milyon adamga. Hazır o funksiyasını evitipti. Aşağı bu başqa men bu yıl taklif mağdıramayman. Şuna agar taklif qilgandan keyin iyan qilaman deb saqlayotgan qarindoshlar bo'lsa saqlamanglar. Funksiyasi yo'q ekan Facebookning bu yil. Shunga iyan qilib olsangiz bo'ladi. Usullari tafsili bor, har xil usullar bor. Facebookda emas, boshqa PayPal'da, Zella'da, andan keyin men bilan aloqalasanglar, yana bevosita iyan qiladigan usullarni deb bermayman. Necha kun oldida Uyg'ur Project Fondi qurilgandan keyingi biz qilgan ishlarni xulosalagan bir materialni to'rbatiga chiqardik. 2019-yildan 2026-yilgacha qilgan ishlar. Bu hozir to'rbatada bor. Men Facebook'imga yo'llab qo'ydim. 20 dak WhatsApp signal gruppalarga yo'llab qo'ydim. Uyg'ur Project Fondi nima ish qilgandi hozir qadar deb buni qiziqadigan qarindoshlar ashlarni bir ko'p aqsanlar bo'ladi. Ehtimol sizlarga iyon qilishga biroz ilhom bo'lib qolar. Ashuni ko'rgandan keyin. Qisqasi 2019-yilda Uyg'ur Project Fondi qurilgandan buyon biz qo'limizdan kelgan har qanday ham ishni qilishga tirishib keldik. Bundan keyin shunday qilamiz. Biz bundan keyin vatanimiz xuddi atlam ozod bo'lgandek xalqimiz atlam erkinlikda ishlagandek ashta yashaymiz. Bo'lsa hammamiz ashta birga qilaylik bu ishni. Andan keyin bugun taklif qiladigan yana bir ish İstanbulda 20 litsey faoliyatiniki maqola topshirish muddati shu 3-oyning oxiri tushidi. Shunga bunga yana 20 kun vaqt qolib qoldi.
Şoňa hazır kadar bizge 37 parça abstrakt kelgen. Şu abstraktlarniki yazgıçları ilgili unutup kalmanglar. Şundan ahircilik maqalalarni topshirib bo'lishinglar kerak. Mush munosabat bilan deb qo'yadigan yana bir narsa, men yaqinda Facebookga bir maqola chiqarib qo'ydim o'zimning kasbiy sohasida. Kechasi sun'iy emri orqali quyosh nurini yerga tushirish degan temada. Men o'tgan yil ikki xalqaro yig'inga berib ilmiy doktorat berdim o'zimning kasbiy sohasida. Bu qanday ish desanglar, osmonda sun'iy emriga bog'langan aynak orqali kechasi yer yuziga kunning quyoshning nurini tushagan chog'da osmon biroz yurib ketadi. Yerga tushganda yami yuriydi. Andaki shu yerga tushgan, shu nur tushgan yerning atrofidagi rayonlarmi yurib ketadi endi. Hozir ilm-fan sohasida nur orqali bulg'unish degan bir kasb bor. Light pollution deydi. Nur orqali bulg'unish. Aslida bizningki kechasi osmondan quyosh nurini yerga tushirishimiz undan foydalanish uchun. Masalan, quyosh nuri taxtaylariga nurini tushirib, uni kechasimi ishlaydigan qilish yoki alohida ishlarda zuri bo'lgan yerlarni yuritib berish, masalan, konchilik rayonlari, yezilik maydonlari, alohida kechasi yapirilgan sport ishlari, soqchilarniki odam qo'g'lash, odam tutish ishlari degandek. Endi bu aslidagi maqsad shu, kechasi quyosh nurini yerga tushirish. Endi mushunlar bilan birga foydasiz taraflarni kelib chiqadi. Albatta men degan nur orqali bulg'unish kelib chiqadi. Endi mening qilganishim shu sun'iy amraga bog'langan aynakda kechasi quyosh nurini yerga tushgan chog'da u osmonni qanchalik yuritadi, yerni qanchalik yuritadi, yerni atrofini qanchalik yuritadi. Buni men to'liq oyniki nuri keltirib chiqaradigan yo'riqlik bilan solishtirib ikki parcha ilmiy maqola yozgan. Bu bir bo'shliqda amaliyotda musohadagi bir bo'shliq. Shu bo'shliqni to'ldirib ikki parcha ilmiy maqola yozib, ikki xalqaro yig'inga berib ilmiy doktorat berdim o'tgan yil. Buni men shu yig'inga qaytib kelgandan keyin sizlarga bu vaqtda ma'lumot berman deb o'ylagan, faqat vaqtim yetmay, bu ishni yaqinni qildim. Qiziqsanglar, ko'p baqsanglar bo'ladi. Endi bu sohaniki insoniyat bilan munosabati bormi desanglar, bor, endi bakalqi halqiliq sohada emas, lekin ilm-fan sohasidagi bir soha endi bu. Boshqa boshqa shuni biz qilayotgan ish bilan munosabatli bo'lg'achqa bu shirkatning ishi bilan shunga qilgan ishlarni shuni to'liq maqola yozdim. Bu maqolani men bugun ertaning ichida to'rbetda qilib chiqarib qo'yaman, o'sha o'qib baqsanglar bo'ladi. Bu kasbiy maqola bo'lg'achqa uni ovozli video qilib taqtish muvofiq emas, shuni unda qilmayman. Endi uchinchi mazmun bo'lgan so'zlaydigan vatan haqida. Albatta men degandek, siyosiy kengash yig'ini bilan xalq qurultiyi ikki yig'in achilyotdi. Shu yig'inga tushgan yana bir qonun loyihasi bor. Xitoydagi atalmish osonlik millatlarniki til haqida. Bumu bir vahshiy qonun biz uchun. Bu qonunniki bunday taraflari bor. Uning birisi bu qonun deydi, bundan keyin bütün maktablarning hammasida Xitoy tilini o'qitish tili qilib ishlatish. Bu Uyg'urlarga allaqachon bo'lib bo'lgan. Hozir endi bu qonunni chiqarish orqali buni Xitoydagi hamma millatlarga kengaytmoqchi bo'lar. Buni rasmiy qonun shaklida. Shuni bu o'tirib chiqaribdi. Andan keyin atalmish osonliklarniki tili, osonlik millatlarning tili, ona til. Bu tillarni ikkinchi til tarqisida o'tish, tanlash darsi deydi, elektiv deydi Amerikada. Elektiv degani siz chuqum tanlasangiz bo'lmaydigan dars emas, tanlasangiz bo'ladigan, tanlamasangiz bo'ladigan dars. Ashta shaklda o'tiladigan qilish yerlik millatlarning tilini, uning o'rnini shunday zo'r darajada tushiribdi. Andan keyin yana birisi bütün yangidan tug'ilgan bolalarga yaslidan boshlab Xitoy tilini o'rgatish. O'rgatib,
Məcburi o'qish muddati to'shqinchilik bolalarniki Xitoycha saviyasini to'liq chiqarib bo'lish. Ya'ni bütün bolalar 15 yoshga kirgichilik Xitoyda ponni bo'lib bo'lish, to'liq savodini chiqarib bo'lish. Mush qonunning mazmunlari mushtaq ekan. Demak, bu nimadan darak berdi desanglar, ehtimol mush buncha maqsaq endi yine 50 yillardan keyin vatanda Uyg'urcha so'zlaydigan odamlar qolmasligi mumkin. Bizniki tilimiz, milliy kimligimiz shu darajaga berib yetdi hozir. Yine 50 yildan keyin. Shunga buni sizlarga bir deb qo'ydim. Demak, bundan keyin chet eldagi Uyg'urlarniki vazifasi texnik egilishidi. O'zimizning tilini, madaniyatini, o'zimizning milliy kimligini, boshqa elementlarini saqlab qolamiz desak, chet eldagi Uyg'urlar texnik kuchishimiz kerak endi. Endi nima vatan haqidagi videolarni bir qanchani ko'rsatib qo'yay. Echinishlik asos jihatdan sizlarga deb kelgandim men 2018 yildan boshlab deyishga boshlagan Xitoyniki maqsadi Uyg'ur nüfusuniki 3'ten bir qismini o'ltirib tugutish, 3'ten bir qismini sulab tugutish, qolgan 3'ten bir qismini o'ttira davrlarda yashagan odamlarnikidek odamlarga aylantirib qo'yish, mashina odamga aylantirib qo'yish, buyruq bo'yicha ish qiladigan ashta qilmoqchi degan, endi bizning vatanda bu ishlar bo'lib qoldi. Hozir shuniki alomatlarini ko'raymiz endi. Maniki ovozi yo'q ekan, shunga ovoz chiqmagan erishi. Mana bu dehqonlarning ishidan zakasib qo'y. Mana bu Uyg'ur dehqonlarniki qarz qo'llash uchun ishlayotgan bir ko'rinish ekan. Qo'shiq yasashni o'rgatib qo'yamlar buva. Buva qanday qavallari yaxshimi? Yaxshi. Ma bazar naning bazara? Shayxona? Shayxona uloq vazir deymiz yani. Shayxona uloq vazir demda. Ma qo'shiqni bir bazardan elib sotamlar yoki o'zing yasagan. O'zingiz yasaganmi? Ha. Ma zavod yasamsizlar unda qoldi katta yasab. Ha. Shunda qilgan pichoq va nima tushadigan. Ha. Aqdaq qilsa qilgan. Nimani yabicha? Ma o'rikman. Ma o'rikniki. Ma ekchoma eka. Eski yo'q, ama yo'q. Ma yo'qniki ma bu. Bu akamiz kuniga 10 qush yasayalar ekan, qo'li bilan mana uyib yurib. Lekin bir qushni odatda 5 so'mga sotadi ekandik, hozir 3 so'mga sotadi ekan. Shundaqda 10 qush yasab bir kunda 30 so'm bilan 50 so'm atrofida pul topa olar ekan. Dasturxonga manda olashtirgan bo'lsa 3 yil dasturxon bir yerda qoladi bu. Ko'rgansizlar ma'chamning qo'llarini, qilgan narsalarni, gul keltirish turadi. Shu yemak bilan shu sağızdan shunday narsalar bilanmi? Shunda gul chiqib o'tdi-ki. Va dasturxonlar manda qilgan bo'lsa nima shikayatli bo'lmaydi, nima yo'qoldi. Undan so'ng shuni tekini bir bilib boqamiz. Shu achamning qo'lidan chiqqan inalarning hammasi necha dollarcha?
35 yıl oldu. Muşundan bulayaptılar. Keskin iş oldu. 35 yıl oldu. 35 yıl jarayonida Qag'liq naischidan To'sgan, Mak, Moranishullar 40 nechadan shogird. Demek Yiğit'in gibi çıktı mı ya da Qaragan çağda Yiğit'e azraş yol kıyamda okumadım. Şunun biraz münasebetlikken. Az sanızlar bir xil sanatga aylanıp ketipti. Onundan sağ hoş buldum ben. Herhalde müş neslimiz ötüp ketmepti bütünley. Bugün söyleyilgan 4. mezmun Xitoy haqida. Albatta men deganda Xitoyda hozir xalq vakillar qurultiyi bilan siyosiy kengash yig'ini ichki yig'ini ichilyotidi. Bu yig'inlar 3-oyning 12 kuni oxirlashidi ekan. Hozir Xitoy haqidagi cho'naq xabarimiz shu. Qolgan xabarlar hozirgi Amerika, Isroil, Iran shu urush bilan munosabatlik men shu to'g'riq endi deb birman. Isroil İran'daki davlat harbiy boshliqlarini 3 qatim o'ltirib, asosan o'ltirib tugatdi hozir. Birinchi qatimda 40 necha, ikkinchi qatimda 80 necha ish qilib bechiq o'ltiribdi. O'ltirib hozir İran asosan bir bosh qo'mondan yo'q bir holatga kirib qoldi. Buni sizlar xabarlardan ko'rib turdilar qachon. Andan keyin İran'ın boshliqlarini Amerika bilan Isroil o'ltirdi. Xitoyning boshliqlarini Xi Jinping o'ltiryotdi. Xi Jinping bo'libmi harbiy boshliqlarni o'ltirib, hozir asosan inta oz qolib qoldi bularning boshliqlari. Yaqinda o'tirib chiqqan gaplarni tilga olishimga sabab endi yaqinda o'tirib chiqqan bir gap. O'tganda biz Xitoyning boshliqlarini nima uchun tutdi degan chog'da shu siyosiy o'zgarish qilish, shu chiriklik bu degan yaqinda o'tirib chiqqan bir gap unda ham emas. Xitoyniki boshliqlariniki shu harbiy boshliqlariniki shundoq cho'ng ko'lam bilan tutilib ketishi, ularniki Xitoyning harbiy maxfiyatligini Amerikaga berganligidan bo'lgan degan gap o'tirib chiqdi. Bulardagi jazmlashmadi, ammo shu gaplar bor hozir. Endi bunda o'ylab baqsa odam Xitoyda bu chiriklik intayin eg'ir umumiylik bor. Ondan keyin oshna o'ynash ishlari boshlanachiligi. Bu intayin eg'ir. Buni shu chiriklikni ba'zilarda odam tutishda ishlatadi. Lekin oshna o'ynashni tutmayni qilmaydi, chiriklikni qiladi. Lekin Xitoydagi bu harbiy boshliqlarniki bu hozirgidek ko'p tutilib ketishi da ularniki shu harbiy maxfiyatlikni oshkorlab etganligidagi ehtimolligi cho'ng degan bir gap bor. Ehtimal xabarlarda bor, men shu video programmasida degan burun Amerika bir qism ba'zi yangi belgilarni o'tirib chiqargan. U nima desa, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Xitoydagi Jongyang Wuyan degan markaziy komitetniki a'zolari darajali kadrlardan boshlab ularniki xotin bolalarini chet eldagi xotin bolalarini hammani qo'g'lab o'tish, ularniki chet eldagi boyliqlarni hammani to'ntib musodara qilib o'tish, ashta bir siyosatdan chiqargan Amerika. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, biz ashta qilamiz deb. Bu ishniki Xitoydagi boshliqlarga bo'lgan ta'siri intayin kuchli. Bo'libmi Xi Jinping o'zi hozir butun ahvollarni o'zining kuchini xato mo'ljallab Tayvan olaman deb propoz qilib turgan bilan Xitoydagi harbiy qo'mondonlar Amerika seçtiğin çağda o'zining kuchiniki qancha ekanligini obdan biladi, birinchisi. Ikkinchisi, bular odatda aygoda vatanparvarlik, davlatni vatanni suyman, partiyani suyman degan bilan o'zining yanchug'idagi manfaat bilan to'qnashib qolgan chog'da hargiz partiya bilan vatanni tanlamaydi bular. Yanchug'idagi pulni tanlaydi. Amerikaniki siyosati andoq bo'lgandan keyin agar Tayvanla urush qilib qolsa, bular bakchiq narsani qurib qoladi. Xotin bolalarniki chet eldagi turmushlaridan chet eldagi bankalarga ko'p pullarni qurib qoladi. Boshqa bularning hammasi o'ziga bir chiqish yo'li izlaydiganligi rost endi.
Endi shuning bilan ish biroz munosabatlik. Shunga buni deb qo'ydim. Yaqinda bo'lgan yana bir ish hozir Xitoyniki shu Amerikaniki cho'ng sun'iy aql shirkatlariniki iqtidordan foydalanib shu urush haqida urushlar bilan munosabatli bir qism jinoiy ishlarni qilayotganligi fosh bo'lib qoldi. Shu masalan ChatGPTdan foydalanib urush haqida xato ishlarni taqitib degandek masalalar fosh bo'lib qoldi. Shuning bilan hozir bir qism kishilarda bir qism andisha bor. U nima deganda bu sun'iy aqldan ijobiy jihatda foydalangan bo'ladi. Men sizlarga o'tgan izohda berdim. Men hozirim foydalanyapman. Hozir gapni rostini desam, sun'iy aql mendek yuqori texnologiyalik bir narsani loyihalaydigan injenerlar uchun intan ko'p osonchilik yaratyapti. Hozir men burungi vaqtlarda bir oyda qiladigan ishlarni masalan men bir narsa loyihalayman. Hani program yozaman, kompyuter programmasi yozaman, hani hisoblash olib boraman. Burun bir oy ketadigan ishlarga hozir bir kunda qilib qo'yaman men. Bu nimadan darak bo'ldi desanglar, ish unumi intayin yo'qolishib ketdi. Birinchi, ikkinchisi burun 65 yoshlarda pensiya chiqaman degan odamlar bundan keyin 75 yoshlarda pensiya chiqsimi bo'ldigandek bir qism kasblarda ashta bir ahvol yuz beryapti. Demak, bu sun'iy aqldan ijobiy jihatda foydalangan bo'ladi. Lekin bu sun'iy aqllar yaxshi qaysi yomonni aramaydi bular. Siz undan savol so'rasangiz javob beraverdi, bir masala o'tirib qo'ysangiz uni sizga yechib beradi. Ashta bo'lg'achqa bu ishdan nachar insonlarning kimi foydalanib ketishi to'g'ri gap endi. Hozir kerak bo'lsa. Shunga Xitoy bundan foydalanishga boshlagan hozir. Ashta bo'lg'achqa mushu soat ish qilayotganlarning oldiga bir savol tushdi. Sun'iy aqldan eski odamlarniki foydalanib ketishni qanday oldini olib bo'ldi degan. Endi bundan keyin bu sohadami bir qism siyosatlar o'tirib chiqish mumkin, bir qism tadbirlar elinishi mumkin. Sizlarga buni bir deb qo'ydim men. Endi bugun so'ragan 5-mazmun xalqaro ahvol, asosligi Irondagi urush. Shu to'g'risida bilmoqchi. Yaqinda bunday bir gap o'tirib chiqyapti. Iron Xitoyningki harbiy qurolliga aylanib qolganligi uchun Amerika Ironga hujum boshladi degan gap o'tirib chiqdi. Iron Xitoyningki harbiy qurolliga aylanib qolganligi uchun. Shunga bu nayt muhim bir uqum. Nima uchun Amerika urushni boshlaydi degan endi suhbat o'tkazib qilaman deb xilli vaqtlarni berib vaqti oxirida bu ishni boshladi. Lekin bu ishlar hozir bo'lgan sira oydin bo'ldi, texnik oydin bo'ldi bundan keyin. Lekin bu gap muhim. Xitoy bilan Ironniki munosabati bu qatim Amerikaniki Ironga harbiy hujum boshlashiniki asosiy sababi degan narsa. Endi bu urush 28-kuni boshlangan. Bugun 8-kuni oxirlashdi Ironda. Amerikada endi boshlandi, lekin Ironda 8-kuni oxirlashdi hozir. Amerikada bu urushni Operation Epic Fury deb atadi. Operation degan gap harakat degan gap. Harakat degandek ish. Epic deganniki mazmuni ko'rkam, boturona, jasurona, zo'r, dag'dug'liq ekan. Epic degan gapning mazmuni. Endi Fury degan gapniki mazmuni g'azab, qahriy g'azab, g'azablanish, ochiqlanish, qattiq shiddat, dahshat degan o'sha ma'nosi bor ekan. Shunga bu urushningki ismini uyg'urchaga zo'r g'azablanish harakati degandek atamni qo'shtiraq narsa to'g'ri keldi ekan. Operation Epic Fury degan bu urushningki ismi, Amerikada atilishi. Endi bu urush bo'lib 8 kun bo'lganda yoki hozir Ironniki harbiy kuchi intayin jiq ojizladi. Hozir Amerika bilan İsrail'e İran'daki 2-3 ming nishonga bomba tashlab qo'yibdi. Bomba tashlab qo'yibdi. Nimaniki İran'daki harbiy kuchidagi ojizlashishni san orqali ko'rgan bo'ladi. İran shu birinchi kundan tortib lamkin
Amerika'niki o'rta sharqdagi harbiy bazalari, ba'zi mehmonxonalar, masalan Dubaydagi mehmonxonalar degandek yerlarga boshqariladigan bomba etishni boshlagan. İran buni burundan tortib mushtaq bir daldisab kelgan Amerikaga, agar sen bizga hujum qilsang, biz Isroilni tuzib o'tamiz, Isroilni yo'q etamiz degandek. Bu jihatda kishilarda buni achchiq anishi bo'lgan. Anish bo'lgan, shu qilib Iranmi ko'p tirishdi bu jihatda. Tirishib, achchiq bombalarni atdi. Masalan, boshqariladigan bombadan birinchi kuni 350 ni etibdi, ikkinchi kuni 175 ni etibdi, üçüncü günü 120, dördüncü günü 50, beşinci günü 40, altıncı günü 32, yedinci günü 28, sekizinci günü 15. Degan aran 15 etibdi. Boshqariladigan bombadan. İran'ın atqani mavu. Endi İran atqan John, uçquşsuz aeroplan. Onundan birinci günü 294, ikinci günü 541, üçüncü günü 200, dördüncü günü 85, beşinci günü 45, altıncı günü 35, yedinci günü 30, tünögün 12 günü etibdi. Demek İran'daki harbiy kuchida intayin cho'ng ojiz ish bo'ldi degan gap endi. Ko'ngillardek Amerika dastlabda shu yoqdan boshqariladigan bombalarni etib, parxod orqali etib, oldi bilan İran'daki davlat mudofaa xabarlash uskunalari, radar, ashtaq narsani vayron qilyapti bular. Uni orqaniki bomba tashlash qaraganchada jirat atgan bombalar, boshqariladigan bombalarni behraq qildi. Ki o işlemez bu kalgandı ki, andaki arplarlar gelip asmandan bir vasıta bomba taşlap başlap kılıçkılık ve başlap bazı şu iş azim devamlı şu atada İran bilen İsrail'le ilişkisi. Andi Amerika bu İran'ın atkan başkuruş bombasına karşı başkurulduğun bombadan müdafaa kurulduğun bombası var Amerika'da İsrail yani ki. Ve şu Orta Şark'taki devletlerden de MOBA Amerika'dan satın algan. Onun İngilizce Patriot deb ataydı, vatanperver. Vatanperver degan boshqarilgan bomba. Azdan boshqarilgan bomba kelgancha ma bomba ostidan chiqib, alnini so'qishib, osmonda portlatib buni yerga tushmaydi. Amerika bilan Isroiliya ashtaq bombadan 800 ni etibdi hozir. Agar sizlar İranning atgan bombalarini qo'shsanglar, men qo'shib bo'lmabdiman. İran'niki 800'deki lada kıldı. 800'deki bomba etipti. Amerika'nın 800'deki etip, aş bombaya karşı aşağı etipti. Anandakin niminiki İran'ın atkan John, uçuksuz aeroplanın sanı intayin neçi min. Bunun karta Amerika'dan İsrail'e mi bir neçi min uçuksuz bombanı etipti. Etipti, lekin İsrail'e nima? İran bu kadar Amerika'nın kadar ciddileştirdi demiş. Uçuşu bomba bilen. Kadar ciddileştirdi. Bu İran'daki uçuşsuz aeroplanı yüzü küçük neydi? Anladığın Amerika İran'dan doğrap Amerika mı hesaptı bu ne? Bu John ne? Amerika'daki John'si. Anladım bir yerde otur çıkan yakında bir otur çıkan bir mühim nesne mi desenler? Ukrayna'nınki bu uçuşsuz aeroplanga John'ga takıp durgan John'su var ki. Bu intayin küçük. Bu yerde bir nayte Rusyan pulslaştırmaları var. O ne mi desenler? İran'daki her bir John'si 10 mingdan 20 ming dollarcha qimmat aşağı pul ketgan bir yasashqa Amerikaniki vatanparvar degan boshqarilgan bombasıniki har birisiga 2-3 million dollar pul ketadi ekan. Amerikaning yana oltin qapqan degan bir narsa bor. Uningga 200-300 million dollar pul ketadi ekan. Ukrainaniki Johnsiga har birisiga 3 ming dollar ekan buniki. 3 ming dollar ekan Ukrayna bundan her günü 1 mingni hesap chiqara ekan hozir. Bu Ukrayna ashnasi bilan Rossiya bilan bo'lgan urushda intayin ko'p foydalandi bu Johndan.
Ondan keyin Rossiyaning ichiga kirib, bir qismi yana portlashga ishlatdi. Shuning bilan hozir bir necha kundan buyon Ukraina biraqlam Ukrainaniki inoat o'sib ketdi. Nima ish qilsanglar, u Ironniki jonni tushirish uchun vatanparvar degan bombani olsa, chiqim zo'r, anonsiga chiqim isrofchilik bo'lgan gap. 10-20 ming dollarlik narsaga 2-3 million dollarlik narsani etib tushiraman deyish. Birisi son jihatdami Amerikaning o vatanparvar degan boshqarilgan bombasining soni unchalar jiq emas. Butun jonga taqabul turib olmaydi ular. Ashta bu boshqa Iran xili bu qadam Amerikani biroz yidlashtirgan. Hozir ham Ukraina bilan birlashtirib, Ukrainaniki kichik 3 ming dollarlik jonisi bilan Ironga taqabul qilmoqchi bo'lyapti hozir to'g'ri paranglar. Ukraina har kuniga 1 mingni yasab chiqara olar ekan bundan. Endi nimaga shu jonniki hujumiga taqabul turishda ishlatiladigan mandaq 4 xil tadbir bor. Uning birinchisi elektronik tadbir. Elektronik tadbir nima desanglar, bu jon ushqa vaqtida GPS sun'iy amrodan kelgan GPS signallaridan foydalanib bir oldin programlab qo'ygan nishon qarab mangadi bu. Ammo elektronik to'sish usullari bor. Shu orqali u jonniki signalni qalamqon qilib etib, bardig'iga boramaydigan qo'yiladi buni. Shu hozir Amerikaning qo'llanayotgan bir tadbir shu, elektronik tadbir. Ikkinchisi lazer nuri quroli. Yaqinda Amerika Isroil ikkisi ishlatdi buni. O nurbak tez mangadi. 1 sekundiga 300 ming kilometr mangadi. Ashta bu boshqa osmonda asta uchib ketgan jonlarni nurlar etib tushirmak oson. Lekin chiqimi uncha zo'r emas. Shunga Amerika bilan Isroilga bu qatim mashina ishlatishga boshlabdi. Bu xabarlarga chiqdi bu gaplar. Uchinchisi jonni jon bilan to'xtatish. Albatta men degandek Ironniki jonlari xil cho'ng 10-20 ming dollarlik, Ukrainaniki kichik, Ukrainaniki jonlari Ironning jonlari bir usib osmonda portlatlar ekan ularni. Shunga bu bir usulni qo'llanmoqda. Hozir Amerika bu jihatdagi Ukraina bilan hamkorlik ishlarini kengaytmoqchi. Andan keyin vatanparvar degan boshqarilgan bomba bilan taqabul turish. Albatta men degandek bu bir cho'ng isrofchilik. Bu xuddi bir zamrak o'q bilan bir chashqan atgan narsa bo'ladi endi. Shunga lekin ba'zida buni qo'llanibdi. Shunga tunaygan bir nöklardan boshlab Amerika bilan Ukraina o'rtasida suhbat bo'lyapti. Shu Ukrainaniki jonlarni Amerikaga berib, shu orqali Amerikaga yordam qilish to'g'riliq. Mushta gaplar o'tirib chiqmoqda. Endi yana bir narsa bor, men qisqacha deb aytdim. Ironniki boshliqlari 3 qatim cho'ng zarba uchirdi. Saplarni jig'inayotgan yerlar bombalar bilan. Bularniki jig'inayotgan yerni portlatish usuli Amerika va Isroilga qo'llangan, bu Isroilga qo'llangan intayin vahshiy. Urush boshlangan dastlabdalarmikin bular birisi Amerika prezident Trump bular hech qanday ish yo'qdek undaq urush narsalardan hech qanday bir shapi bermay ashtaq bir ironliklarni biroz aldab qo'ydi bular. Ashtaq shapi bermay aldab qo'yib ironliklar shu boshlarni yig'inayotgan yerga yig'inayotgan shu masalan bu kim Ironniki birinchi diniy mo'lisi o'ldirilgan yerga shu birli vaqtning işte 30 boshqarilgan bombani bir xil tashlab etdi bular. Bu bomba odatdagidek boshqarilgan bomba emas, bu tunugilardan oshkorlandi ba'zi ishlar. Isroilniki ashtaq boshqarilgan bombasi bor ekan, bu bomba yer yuzidan 20 ming kilometrdek egizi chiqdi ekan, alam bo'shligiga. Chiqib shu yerdan portlagan yerning o'tir kelganikin pasqirab mangdi ekan. Minib intayin tezlikda mangdi ekan. Odatda arplanlar 10 kilometr egizi tushidi. Isroilniki bombalari 20 kilometr egizliklarda uchadi ekan. Uchib osmondan pasqirab chiqqan tez surati. Ashunga tushiblar o'sha yerda portlaydi ekan.
Şu birinci qatımlı partlaşda aşağı bombadan 30 dakikada bir hal taşlaptı. Taşlap şunlarını. İran'daki şu yığını çatkan yerdeki başları bırakılan tüyap ketdi. Ondan başka anda bu yerde İsrail'e İran'ın başlarındaki yığılıp etvatkalığını kandak buludu. Bu işçilerin nereden keldi degan bir savol bor endi. Hozirga qadar bu to'g'riliq ikki xil ko'z qarash bor. Birisi İsrailyaniki İranda ishlaydigan josuslar intayin ko'pkan, butun ishlarni xabardor qilib turadigan. Buniki bir misoli bor. Josuslar to'g'riliq. İranmi shu İsrailyaniki josus tashkiloti Casus təşkilatıga taqabül turuş üçün bir təşkilat özü bir organ qurub yaqında. Organ qurub İsrail'e taqabül turuş üçün organını qursa, şu qurgan organdaki birinci başlığı mı şu İsrail'deki adam bo'lib chiqib qolibdi. İsrail üçün ishlagan adam bo'lib. Bular tashkil etgan guruhning ichida İsrail üçün ishlagan 20 dak adam bor ekan. Birinchi qo'l boshlig'idan tortib. Shu darajada İsrail'e, İran'a şu derecede kirib ketgan ekan. Aşta boshqa uchur bir adam bor degan gap. Undan boshqa yana yaqinda o'tirib chiqqan yana bir gap. İrandagi shu boshlarni ishlatgan telefonlari ham Xitoyning telefonlari ekan. Xitoyda ishlangan, yasalgan telefon ekan. Lekin İranda 300 milyondek kamera var ekan ko'chalarda. Bütün ko'chalarni ko'rib turadigan kameralar bor ekan. Xitoyda yasalgan, Xitoyning kamerasi ekan. Andan keyin İrandagi radar, uçqusiz aeroplan dronlarning hammasidagi Xitoylarniki texnikasi. Radarlar Xitoyniki, Xitoydan olgan radarlarni. Andan keyin dronniki texnikalari İranga Xitoylar bergan aslida. Aslida bu boshqa İsrailga İranliklarning qo'lidagi telefonni uchurni olalaydigan, andan keyin ko'chadagi kameralardagi videolarni olalaydigan aslida bir holatga kelganligi uchun İranda kim nega ketyapti hamni ko'rib turdi degan gap o'tirib chiqdi. Ishqilib bu qatimki İranniki vayron bo'lib ketishida Xitoyniki o'ynagan rol intayin cho'ng. Albatta men degandek. Mush narsalarimiz Xitoyniki bo'lganligi uchun. Mush urushli munosabatlik yaqinda o'tirib chiqqan ikki narsa bor, buni sizlarga deb qo'ydim. Onun birisi Amerikada yashayotgan bir qism İranlik yoshlar yaqinda Amerika hukumatiga bir iltimos sundi. Biz bir guruh odam tashkillandik. İran'a berib İrandagi shu islom hokimiyatiniki qoldiq odamlarni yo'qotamiz, shularni o'ldiramiz. Bizga qurol beringlar. Sizlardan boshqa hech nima talab qilmaymiz, qurol beringlar. O'lishga tayyor biz. Agar u yerda o'lib ketsak, bizni Amerikaning bayrog'iga qaytib aklasizlar, shunga biz tayyor deb u bir iltimosni o'tirib chiqadi, bu bir ish bo'ldi. Yana bir ish hozir xila kuchli bu gaplar. Amerika kortlar bilan paranglashayotgani, kurashayotgani bir yil bo'lgan ekan. Shu xabarlar o'tirib chiqdi, gaplar o'tirib chiqdi. İran'a kort qo'shinlarini silib, qolgan rahbarlarni yo'qotish. Bu gaplar o'tirib chiqyapti hozir. Hozir kortlar intayin aktiv shu İran'a berib urush qilamiz deydiganlar. Shu bu gaplar o'tirib chiqyapti. Bu ishlardagi rasmiy bu vaqtda qaror ilinib bo'lmaydi, mening bilishimcha. Lekin shu paranglar nayt ko'p bo'lyapti hozir. Endi yan bir narsa bor deb degandim. Mana yana bir narsa İran urushi boshlangan birinchi kundan tortiblam İranning qashidagi bir suv bo'g'izi, Hormuz bo'g'izi degan bo'g'izni İranliklar to'xtatdi buni. Hormuz bo'g'izi deb. Bu bo'g'izniki kengligi eng tar yeri 33 kilometr ekan. Shu Osiyo bilan Yevropa orasida qatnaydigan butun parxotlar mishani o'tidi. O'tidi, shundan 8 kun oldida İranliklar bu yerni to'xtatdi. To'xtatgan joyda qanday to'xtatdi desanglar,
Torpedo degan parqda atadigan bomba bor, suv ostida mangadigan. U bombami emas, parqdilarmi emas, ironliklar mana shu dron bilan to'syapti bu yerni. O'tgan parqlarni dron bilan portlatamiz deb. Bunday ishlarmi bo'ldi. Shunga ishlar to'xtatdi. Ma'batin degan Iron dron bilan Amerikaga xalq propaganda saldi degan ishlarning birisi shu. Bu bo'g'iz hozirning itik Xitoyningmi necha yuz parq to'shayda yetiqliqga hozir o'tolmaydi bu yerdan. Bu ishlar bo'lyotdi. Mening bilishimcha Amerika İranlıqlarniki hərbi parxutidan 20-30 parxutlarni butunlay etibətdi yıqanda. İran hazır deniz armiyasidan mağlup qaldı asasiyat. Armiyasi yo'q. 2 kunning oldida Jamestown Foundation degan bir fondi jamiyatining Amerikadagi Neyolun degan bir tadqiqotchisi Diplomat degan jurnalda bir maqola e'lon qildi. E'lon qilib, hozirgi shu Amerika, Isroil, Iran shu urushiniki Xitoyga ko'rsatadigan 5 cho'ng ta'sirini o'tirib qo'ydi. Men sizlarga shuni qisqacha deb beray. Shu orqali Xitoyniki hozirgi holati nadiroq buni ko'ra olasizlar. 5 jihatda cho'ng ta'siri bor deydi. Uning birinchisi Xitoyniki energiya manbasiniki vayron bo'lishi. Nima qiladi deydi desanglar, Xitoy intan ko'p may import qiladi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda Xitoy bu jihatda may import qilishda. Xitoy hozir dunyoning zavodi deb ataladi. Zavodlar bakchiq dunyoga zarur bo'lgan yeni sanoat mahsulotlarning hammasi Xitoydan chiqadi. Hatto Xitoydan 2-3 hassa chiqadi. Ehtiyoji qaragan chog'da. Ashta bo'g'ashqa intanjiq neftni import qildi bular. Hozir qadar Xitoyniki import qilayotgan neftniki 33% Venezuela, Iran va Rossiyadan kelayotgan ekan. Rossiyanikini embargo qo'yib to'xtatgan Amerika, lekin o'g'iltishda yana akvatdi shu yerdan. Lekin Venezuelaniki o'yini meyi uni aslida embargo qilayotgan burun to'sayotgan, lekin Xitoy u yerda meni maxfiy kirayotgan, lekin yaqinda Venezuelaniki boshlig'i Maduro tutilgandan keyin Xitoyniki u yerdan kelgan neft yo'li butunlay yo'qdi hozir. Ondan keyin Iranni ham shunday chiqirdi. Endi bu uch davlatniki meyniki nima alaylik bor desanglar, ikki cho'ng alaylik bor. Birisi bu uch davlatniki hammasi embargo qilingan davlatlar. Mayni oshkora akiramaydi, ashta boshqa Xitoy mush davlatlar bilan bevosita savdoshib, mayni intan azam bahoda qolganligi xalqaro bozordagi bahoni sechtirgan chog'da ko'p azam bahoda akirayotgan 33% mayni. Bu birisi. Ikkinchisi bu davlatlar bilan Xitoy may savdosini butunlay Xitoy puli bilan qilayotgan. Dunyoda bir neft dollari degan dollar bor. Neft dollari deydigan bu dunyodagi shu neft savdosining hammasi Amerika dollari bo'yicha bo'ladi aslida. Bu o'lchamlik sistema ashtaq. Lekin Xitoy buni buzib, davlatlar bilan yangi aslida Xitoy puli bilan bevosita qilayotgan. Hozir endi bu uch davlatniki may yo'liniki itilib ketish bilan Xitoy bu birisi may savdosini Xitoy puli bilan qilolmaydi. Ikkinchisi mayni boshqa yerdan aklashga majbur bo'ladi, unga dollar xarjlash kerak. Lekin mayning bahosi Xitoy oldigan baho intan qimmatlab ketadi hozir qaragan chog'da. Buniki Xitoy iqtisodiga bo'lgan ta'siri intan zo'r. Mush bir ish bilan lamkin Xitoy hokimiyati vayron bo'lib ketishi mumkin degan gaplar o'tirib chiqyapti hozir Kompartiya hokimiyati. Hozir endi Xitoyniki buningdan dollar xarjlamasa bo'lmaganligi uchun uniki chet el puli g'azinasi tizlam qurilib ketdi degan gap. Shuning bilan bu ishmi Xitoyning iqtisodiga intan cho'ng salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi cho'ng ta'siri bu qatimqi ishniki Xitoyniki davlat harbiy bozori tugashdi bu qatim. Nima bo'ldi desanglar o'tganda deb berdim.
Amerika Venezuelaga hujum qilgan vaqtida Venezuelaniki butun radar sistemlariniki hammasi Xitoydan kelgan. Xitoy danglab o'zining narsasini Amerikaniki F-35 degan aeroplanlarini bayqay oladi, etib tushirib oladi deb ashta danglab turib satgan Venezuelaga. Lekin Amerika Venezuelaga kirgan chog'da Xitoyniki u narsani dastlabki bir necha soatlar pachaqlab o'tib bitlay mumkin. İşlemedi bu narsasi. Bu qatim İranmı aslında şu Xitoydan kirgan şu davlat mudofaa uskunlari, radar uskunlaridan cho'ng umid kutib ekan bola. İrannikimi dastlabki bir necha soatlar ularniki vayron bo'lib ketdi. Ishlamadi Xitoyning narsasi. Ishlamadi qolgan qurollarimiz shu hattoki Xitoydan olgan boshqarilgan bombalar ekan. U bombani etibdi, necha 10 ni etibdi, ammo hech qaysi qayerga bormabdi bu. O'tgan safar deb bergandim, Tayvan bo'g'izida Xitoylar shu bomba bilan mashq qilgan vaqtida bombalar mashq qilgan chog'da u bombalari 30-40 kilometr boshqa yerlarga ketib qolgan. Oshliq. Amerikaniki qanchalik tanglar. Mush boshqarilgan bombasiniki to'g'rilik darajasi bir necha metr. 30-40 kilometr emas. Shunga Xitoyniki zada harbiy kuchi zada qanchalik ularniki harbiy uskunlariniki qobiliyati qanchalik ikki qatimliq urush bilan bu butunlay oshkorlandi. Endi hozirgi ishlarniki farzcha bundan dunyo Xitoyga ishonmaydi. Xitoyning harbiy qurollariga ishonmaydi. Shunga Xitoydan qurol sotilishi butunlay to'xtashi mumkin deydi. Asosan ko'pincha davlatlarning hammasi bu qitam hammani ko'rgan bo'lgan ekan. Üçüncü ta'siri bu qatimki urushdagi Xitoy ko'rsatgan uchinchi ta'siri. Xitoyniki bir yo'l, bir balvoq qurilishi butunlay vayron bo'ldi. Xitoyniki bu qurilishida Venezuela bilan İran intayin xalqliq davlatlar. Bo'libmi Xitoydan shu O'rta Sharq, Yevropa masalaga o'tadigan bir yo'l, bir balvoqniki yo'l liniyalari İrandan o'tadi. İran'da intan köp kuruluşlarını yapan Xitoy. Xabarlarda bo'lishi mumkin, Xitoy bilan İran 20 yillik savdo hamkorlik kelishimi tuzgan. Uniki pul miqdori $500 million pul miqdori bor. Shunga Xitoy İran'da nurg'un qurilishlarni yapadi. İran uniki haqqini may bilan qaytardi Xitoyga. Ashta qilib kelayotgan hozir qadar. Endi bu qatam İranniki vayron bo'lishi bilan bu liniya butunlay buzildi. Endi albatta men degan boshqa omillarmi bor. Xitoyniki bu bir yo'l, bir balvoq qurilishidan davlatlarning chekinishi, davlatlar chekinib bo'lgan allaqachon. Bundan keyin qilib qolganlarim chekinishi mumkin. Hozir ham ishlarni ko'rgandan keyin. Shunga bu ishlar vayron bo'ldi. Shunga bu shu bir yo'l, bir balvoq qurilishining vayron bo'lishimi Xitoyga iqtisodiy jihatdan zo'r ziyolanib keladi. Davlatlarga qarzlarni berayotgan, qarzlarni qaytara olmaydi. Bu ish Venezuelada bo'ldi. Venezuelaga shunday pul berib ekan Xitoylar, hech kimsa qaytara olmaydi bu narsani. To'rtinchisi, Amerikada Davidson vaqt darajasi degan bir uqum bor. Bu nima desanglar, 2021-yili 3-ayning 9-kuni Amerikadanki bir cho'ng harbiy boshliq Admiral deydi, Philip Davidson degan kishi. U chog'da shu Amerikaning Indo-Pasifik Tinch okean rayonidagi harbiylarniki cho'ng boshliq ekan bu. Mush odam Amerikaniki senatorsida bir qatim isbot bergan bu odam. Ovan palatasi, Yemir palatasi. Isbot berib shu chog'da Xitoyniki 2021-yil bilan 2027-yil oralig'ida Tayvanga hujum qilish ehtimolligi kuchli degan bir narsalarga o'tirib ketgan bu odam. O'tirib ketgan shunga buni shu vaqtni, endi 2021-yildan 2027-yil bo'lgan vaqtni Davidson window deb ataydi ekan, shu Xitoyniki Tayvanga hujum qilish vaqt mezgili dek bir rayon. Ashtaq. Shunga bunga taqin bir yil bordi. Endi vaqtdan urushning bo'lishi bilan
Xitoyniki Tayvanga hujum qilish ehtimolligi butunlay nol bo'ldi degan, nol bo'ldi deydi. Endi hozir ko'rdik Xitoyniki qurollariniki qancha ishlaydiganligini, anikin Amerikaniki qanchalik kuchliligi urushda. Bu narsani hamma ko'rdik, qashaq bo'lg'achqa bu urush buniki bo'lmaydi deydi. 2027 yilning oxirigachilik Xitoy Tayvanga hujum qila olmaydi. Endi hozirga qadar Xitoy shu dunyodagi qalamqonchilarning hammasini orqasida turib, masalan, Hamas Husayn degan shu u bu ishlarni qilayotgan kishilarning orqasida turib, butun qalamqonchilarni qilib, Amerikaning diqqatini u yerga bu yerga burab, o'zi foydalangan bu jihatda. Endi bu ishlar bundan keyin tugaydi. Iran bilan bo'lgan urush to'xtasa, Amerika endi butun kuchini Xitoyga qaratish mumkin. Bu bir yemir cho'ng o'zgarish endi. 5-chi ta'siri Xitoyniki dunyodagi ta'siri intayin zo'r darajada ojizlashdi. Xi Jinping degan javobniki bir qism gaplar bor. Masalan, Renli Min Gungtung Ti degan bir narsa o'tib chiqqan bu xalqarada. O'xshash taqdirlik insonlar birlashmasi edi. Bugunlarniki mustaq chiroyli gapni qilishga ustunligi odamni hayron qoldirdi. O'xshash taqdirlik insonlar birlashmasi edi. Ashtaq bir narsa o'tirib chiqib, biz o'xshash taqdirlik insonlar birlashib olmaymiz deb. Bu bir yo'l bir bog'liq bilan munosabatlik. Bu narsa o'tirib chiqqan degan Xi Jinping yana g'arb cho'kib, sharq ko'tarilyapti deb. Demakchi, Amerika cho'kib, Xitoy ko'tarilyapti degan gaplar bor. Lekin shu Venezuelada niki ishni ko'rdik, hozir Ironda bo'lyapti. Undan keyin endi Kuba, Rossiya bilan tugashishi mumkin. Ashta qilsa Xitoyni yo'lab turayotgan boshqa ellar, cho'ng ellar, kuchli ellarning hammasi birdan yiqilyapti. Bu yerda bir narsa bor. Hozir nurg'un kishilar e'tirof qilgan bir tushuncha, garchi Trump gapirgan vaqtida Xi Jinping mening yaqin do'stim bu degan bilan, hozir Trumpning qilayotgan ishlarining hammasi Xitoyni ojizlashtirish. Xitoyga yarlaq bo'layotgan ellarni yiqitish, birdan yiqitish, shuni qilyapti deydi. Yaqinda Venezuelada cho'ng o'zgarish bo'lib ketdi. Yangi chiqqan prezident hozir Amerika bilan yaqin. Amerikani qo'llab, Amerikaga nurg'un maylarni, burun Xitoyga bergan maylarni saf Amerikaga berib ashtaq. Ham ishda bundan keyin Amerika bilan hamkorlashib ish qilamiz deb, aktiv bir xil razillik kuchdan bir xil ijobiy kuchga aylandi bu. Iranmi shu tarafga qarab menish mumkin. Demak, Xitoyniki tayanchlari yiqilyapti hozir. Bu qatim Iranmi bak kuchli davlat amaliyotda, mayli harbiy jihatdan bo'lsin, abayatdan sonlarni o'ng'inlayni. İran'ın nüfusu 90 milyon nüfusu varken, şuna dünyadaki hayali çoğun devletlerinin birisi, güçlü devletlerinin birisi. Şuna hazırlıkları Amerika'dan hiç korkup gitmegen. Lakin bu kadın Amerika'da İsrail'e 8 gün içinden şunu çıkıp İran kuvvetti bunu. Amerika'nınki aciz emesligi, Xitoy'nınki güçlü emesligini dünya köyde hazır. Xi Jinping hozir qadar o'zini Janubiy Osiyo davlatlarining doisi deb o'ylaydi ekandik. Hatto dunyoga doyi bo'lman degan tushyapti buniki. Lekin bu qatim dunyo buni ko'rdi. Endi ko'p degan ellar, bo'libmi O'rta Osiyodagi ellarmi bundan keyin Xitoydan yiroqlashib Amerikaga yaqinlashishi mumkin. Xitoyniki xalqarodagi ta'siri intayin zo'r darajada ojizladi. Bu yuzlanish bir mezgil davomlashadi yana. Endi Amerikaniki O'rta Osiyo, Yevropada turishliq 50 ming askari bor ekan. 50 ming askari bor ekan, hozir Ironga piyoda askarlarni kirgizmamdi degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu to'g'riliq Amerika rasmiy qaror olmaydi tehi. Bir ehtimollik kortlarni kirgizish, kortlardan foydalanish, ashta parani o'tirib chiqyapti. Bu yerda bir narsalarni sizga deb qo'yay. İranlıklarniki, chet eldagi İranlıklarniki Ironga berib urush qilishi, aniki kortlarniki Ironga berib urush qilishi degan gaplar o'tirib chiqyapti. 2010 yillardan keyin Uyg'urlar haqida mustaq gaplar hali o'tirib chiqqan.
Onunki birisi Xitoyda Xitoy Davlat Mudofaa universitetidagi bir professor bor, Daishui deydigan. Bu Xitoy Markaziy harbiy komitetidagi maslahatchisi, cho'ng maslahatchisi. Bu Xitoy 2009-yili Urumchi qirg'inchiligi bo'lgandan keyin bizim vatanga berib 2 yil tekshirgan. Bütün Janubiy Sharq Turkistonni 2 yil tekshirgan. Ashta tekshirib bo'lib 2009-yildan 2011-yilgacha 2011-yili bu markazga qaytib kelib, u bu yerda doklad berib yurdi. Shu dokladiniki birisi YouTube'da bor, men o'zimnikida YouTube kanaligimga chiqarib qo'ydim bu deyman. Shu dokladda deydi. Xitoy hukumati Uyg'ur vatanidagi eng cho'ng tahdid terrorlikdan keladi deydi. Bu butunlay xato. Bu butunlay amniyatga uyg'un emas. Uyg'ur diyoridagi cho'ng xatarlik Uyg'ur nufusidan keladi. Hozir Qashqar bilan Xotandagi Uyg'urlarning nufusi 95%. Shunchalik siz maslash to'plam yashayotdi bular. Agar bir kunsi Amerika bilan Xitoy o'rtasida urush portlab qolsa, Amerika intayin tez suratda 300 ming bilan 500 mingdak Uyg'ur yoshlarini qurollantirib, ularni bizga qarshi urush soladi deb tushungan. Urush soladi, shunga bizga kelgan eng cho'ng xatar shu. Men qo'limdan kelgan hamma ishlarni qilib bu ishni o'zgartiraman deb tushungan. Ashtaklarda bir gapim degan. O'zgartdi. Ashning keyin shu Xi Jinpingniki 2014-yildan boshlab bizim vatanda lagerlarni qurib, doyatda keng ko'lamda tayyorlik qilib, 2017-yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamda sulab, aniki bir qismini ishkilarga yetkab, diniy e'tiqodi kuchli Uyg'urlarni hammasini ishkilga yetkab, 2 milliondek odamni ularni yo'q qilib etib, boshqa qilishga sabablarning birisi shu. 2018-yili Amerikada yana bir Amerikaniki bir harbiy boshlig'i, onun CIA bilan munosabat bor odam, u odamning qilgan bir dokladi bor. U odam onun bir cho'ng general Viktor Songu degan ismini chiqib qoldi. U odam deydi, Şinjan'da 20 milyondaki Uyg'urlar bor. Agar Amerika Afg'onistonlardan foydalanib, anikin Xitoyda ikki jihatdan muqimsizlikni paydo qilman desa, Uyg'urlardan foydalansa bo'ldi degan gap bor. Bu gapga dastlabda kishilar ancha diqqat qilmagan. Men uni o'zimniki u yerda so'zlagan vaqtlarimda deb tushundim buni. Xitoydagi bir andishishniki mushkilligini. Ana deb so'zladim ki Xitoyniki tashqi ishlar bayonotchisi shu videoni ko'tarib chiqib, Amerika mushaq degan Uyg'urlar biz uchun xatarlik deb boshqa gapni o'tirib chiqadi. Shunga Amerikada bulungan bu gaplar. Agar Xitoy bilan Amerika tutishib qolsa, Uyg'urlardan foydalanish degan gaplar. Shunga malarni bir deb qo'ydim. Bu qatim İran'nınki ishi bilan bu mushtaq gaplar o'tirib chiqyapti. Uyg'urlar emas, ammo Kurdlarniki, ya'ni chet elda yashayotgan ironliklarniki gap o'tirib chiqyapti. Endi biz yaşayotgan dünya Uyg'urlarniki hozirgi mushtaq dunyoda u ishlarning bo'lishi bilan Uyg'urlarniki ishi dünya ishlariniki muqimlik tizimligida xili oqiga o'tib ketdi hozir. Biz ajoyib bir davlat yashayapmiz. Sizlarga hozir men ikki rasmni ko'rsatib qo'yay. Dunyoning qanchalik adolatli ekanligini. Ma'risim Amerika'nınki Aqsaraydagi bir ko'rinish. Bu ko'rinishda Yevropadagi 7 cho'ng davlatniki boshliqlari Ukrainaniki boshlig'i Zelenskiy bilan Aqsarayga kelib, Trumpning oldiga Trumpga norozilik bildirib, Zelenskiyga yon bosish uchun kelganlar mana. Bu yerda bir narsa bor. Ukrainaga Rossiya hujum qildi. Ukrainani Rossiya bosib oldi. Rossiyaga Xitoy yordam beryapti. Eng cho'ng yordam Xitoydan keladi. Ashtaq ishlar bo'lyapti. Ma kishilar Trump Zelenskiyni bo'zaq qilmasin deb Aqsarayga keldi, da'vo qilib.
Endi Mars'ına qarasanlar, aşı o'xshash kishilar hammasi birdan Xitoyga berib, Xi Jinping bilan kurashib, Xitoy bilan iqtisodiy strategik munosabat tuzimiz deb kelishimlarni tuzib keldi. O'xshash odamlar. Zelenskiyni yo'qotgan, Ukrainani yo'qotgan Amerika emas, Xitoy. Mening ma'ni ko'rsatishimga sabab dunyoning adolati shu. Bu adolatparvarlik, insonparvarlik. Agar o'ziniki manfaatiga mos kelsa, uni qiladi, bo'lmasa mushtaq qiladi haqlar. Shunga Uyg'urlarniki eng oxirgi chiqish yo'li o'zini kuchlantirish, bundan boshqa amal yo'q. Şuna ahırda sizlerge insanlara sepki ededim. Hazır Uygurlardaki özgürlük taz yaxşı emas. Yaş tarafından amalavatıdı. Otorluk köp tutalmayman ben. Lekin müş işler her bir adamda uygusuluş gerek. Her bir adam oylanış gerek. Biz neye barmayız bunun dekin degan dersini. Şuna qilib degan so'ygan mazmunlar tugidi. Bizniki men yashayotgan Janubiy Kaliforniya miyada endi Ruzet namozi 3-ayniki 20 kuni o'qiladi ekan, juma kuni. Boshqa yerlarda ba'zilarda 18-silar, 19-silarda o'qilgan yerlarni bag'ishlaydi. Shundaqda yana 10 kundan sal jaraq vaqt kelib qoldi. Men kiraqatim video qilganimda bu vaqt o'tib ekan. Shu sal baldiroq bo'lsa-mu, hammalarniki Ruzetiga muborak bo'lsin. Uyg'ur Project fondiga iyona qilish ishini unutib qolmanglar. Yana bir dafqa. Bu da mesela kiraqatim kirishchi omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.